Keyingi zakazimiz 294.500 so'mlik zakaz Mirobod rayonidan Nukus ko'chasiga. Hurmatli obunachilar, hurmatli Yandex kompaniyasi, iltimos sizlardan 20 minutlik yo'lga oltin bermanglar. Qaysi kallanglar bilan shuncha vaqt beryapsizlar. Mana o'sha kech qolyapman. Jarimani shaqqilatib yozyapsizlar. Hozir nimaga yozsam, sizlar aytyapsizlarki, hisobotga ko'rsatasiz. U hisobotni ko'rsatish problema-ku. Bu yomon boshni og'rityapsizlar bugun. Yomon, yo u ham mayli ruchnoyga o'tkazib qo'ygansizlar. Bu nima degan gap bu? Avtomat ruchnoy tashlaryapti. Uni biz qabul qilmaymiz desaga majburlayapsizlar. Mijozlar-ku, dalboyobskiy mijozlar bor ekan. To'g'ri, internetdan so'kkandirman, hozir so'kdim. Lekin majburman so'kishga. Agar zakaz sig'masa, men aytib qo'yishini. Safiyadagi narsa sig'maydi o'rtoqlar. Men sinab ko'rganman. Erib ketsa biz javob bermaymiz. Bizning bo'ynimga to'nkab qo'yasizlar.